Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda 15-avgust sanasidan boshlab O'zbekiston fuqarolarining hayotida nimalar o'zgardi? Oyliklar, stipendiyalar, mandat javoblari qanday bo'ldi? Pensiyalar va nafaqalar qanchaga oshdi? Bolalar puli kimlarga beriladi, kimlarga rad etiladi? Sizni qiziqtirgan ushbu savollaringizga marhamat javob olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lar edik. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga ham obuna bo'ling. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling, 15-avgustdan O'zbekistonda muhim o'zgarishlar kuchga kirdi. Barcha davlat tekshiruvlari endi yagona davlat nazorati tizimi orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi, mehnat nizomlari faqat ixtisoslashtirilgan sudyalar tomonidan ko'rib chiqiladi. Uchinchi, sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qoidalarini buzganlar haqida foto va video bilan xabar berganlar O'zbekistonda endi jarimalarning 20% mukofoti sifatida ularga to'lab beriladi. To'rtinchi, jarima maydonchasidan avtomobilni chiqarish uchun endi QR kod, kod orqali elektron tarzda amalga oshirish yo'lga qo'yiladi. Beshinchi, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etgan bog'dorchilik xo'jaliklari uchun quduq suvi solig'i 5 yil davomida 1 so'm etib belgilanadi. Bu o'zgarishlar 2026-yil 1-avgust sanasidan boshlab kuchga kirgan. Eng so'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib, yaqinlaringizga ham ushbu xabarni yuborib qo'ying.